Giloslar narxi oshib ketmasdan kompotlarni berkitib olish kerak. Bugun bizda kompot. Avvalambor qozonga suyuq ovqat solib qo'yaman, shunda ko'nglim tinch, bankalarimni berkitaman. Bunda menga volidam polufabritlar yordamga keladi. Bugun volidamdan frikadelkali sho'rva tayyorlaymiz. Frikadelkali sho'rvaning asosiy siri shundaki, frikadelkalarni birinchi yog'ga solib, qovurib, qaytarib, suzib olamiz. Keyin barcha masalliqlarimizni solib, suvini solgandan keyin qaynab chiqqandan keyin yana boyaga qovurib olgan polufabritlarimizni qozonga tashlaymiz. Endi o'ziga o'zi qaynab yotadi. Ungacha biz siz bilan bankalarimizni yopib olamiz. Bankalarimizga limonnik soldimda. Qolgan masalliqlarni hammasini bosh qozonga soldim. Olma, olcha, olxo'ri hammasini solib qaynashini kutdim. Yaxshilab qaynagandan keyin sita orqali ularni suzib, xuddi shunday bankalarga solib oldik. Keyin esa qopqog'ini yaxshilab berkitib, qishda mazza qilib ichamiz deb podvalga tushirib qo'ydik. Bizda shunaqa gaplar. Siz ham shunaqa yopasizmi bankani? Boshqa usuldami? Albatta izohlarda bo'lishib keting. E'tiboringiz uchun rahmat.